Qizingni o'qitmaysan biza chachitibga o'ladi. Mana men domla sifatida aytaman. 3-qizimni men medinstitutda o'qitib doktor qilmoqchiman. Ummatga xizmat qilmoqchiman. Sizni onangiz, qizingiz, ayolingizga qaraydigan ayol doktor qilmoqchiman men. Ayollar klinikasi ochmoqchiman men. Nima deysiz shu narsaga? Yomonmi shu? Nabarut mulla qilgandan ko'ra yaxshiroq deb bildim men shuni. Nimaga ayol doktorlarda qiynalganim uchunman. Onamga, ayolimga, opamga ayol temada juda qiynaldim men. Keyin savol berdim o'zimga o'zim, to'xta. Hozir mana shu qizimni o'zim Xudoni tanitib, payg'ambarni tanitib, xaritni tanitib, lekin doktor qilaman men qizimni. Mana kichik qizim doktorlikka tayyorlayapman. Medinstitutda o'qitaman. Boradi, o'qiydi, talaba bo'ladi. Nima bo'ladi? Bu ummatga xizmat emasmi? Ummatga xizmat faqat qorilik bilanmi? Ummatga xizmat faqat domlalik bilanmi? Ummatga faqat domla kerakmi? Qishloqlarga doktor kerak emasmi? Melisa kerak emasmi? Mana hozir ichki ishlar bilan o'tirganimda hojida bizni posbonlarimiz, shular bor, Xudoga shukr tinch yashayapmiz deb duo qildilar. Bu to'g'ri emasmi shu? Keling siz bolangizni melisa qiling, men doktor qiling, tasi o'qituvchi qilsin. Qani o'qituvchilar? 4x4 nechisi 17 desa u bola nima bo'ladi ertaga? Xor bo'ladi, qul bo'ladi. Bitta ariza yozsa, ariza yoza olmasa nima bo'ladi ertaga bu bolalarimiz? Musulmon xor bo'lmaslik kerak-ku akalar.